Bugun mamlakatimizda ommaviy sportni rivojlantirish, sport ta'limini samarali yo'lga qo'yish, shu bilan birga olimpiya hamda paralimpiya harakatini qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan, joriy yil 7-aprel kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tgan jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu bo'yicha Buxoroning Olis tumani Olotda ham berilgan topshiriqlar ijrosi alohida nazoratga olingan. Xususan, hududlarda ishga solinishi lozim bo'lgan imkoniyatlardan samarali foydalanish ustuvor ahamiyat kasb etyapti. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 7-aprel kuni o'tkazilgan video selektorda aynan aholi o'rtasida sportni rivojlantirish, ayniqsa yoshlarimiz, ayollar o'rtasida sportni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Sport bilan shug'ullanish nafaqat bu musobaqa yoki o'rin olish, bu sport sog'lom turmush tarzi. Bu qat'iy tartib intizom, irodani mustahkamlash uchun poydevor hisoblanadi. Qolaversa, bugun odamlar sport naqadar hayotda muhim ekanligini tushunib yetdi. Shuning uchun ham mana 25-yilda ham 3 ta tashabbusli budjet bo'yicha mahallalarda sport maydonchalari g'olibi bo'lishdi. Bular qurib topshirildi. 26-yilda ham 6 ta g'olib bo'lgan bo'lsa tashabbusli budjetda mahallalar. Shuning 3 tasi yangi sport zamonaviy sport maydonchalari qurish loyihalari g'olib bo'ldi. Bu degani bugun sport bizlarning hayotimizga kirib borayotgani, ommalashayotganidan dalolat beradi. Mana 25-yilda ommaviy sport 42.7% bo'lsa, mana yil yakuniga borib 26-yilning yanvariga qarab 50% bizlar sport bilan ommalashgani yutuqlarga erishdik. Bizlar bu yilgi qurilayotgan sport maydonchalari, xususiy sektorlarga yanada imkoniyatlar yaratilayotgani, federatsiyalarga moliyaviy yordam berilishi, har bir tashkilot korxonada sportni ommalashtirishi natijasida bemalol 2026-yilning yakuniga 60% erishish imkoniyatimiz bor. Bugungi kunda Olot tumanidagi ikkita sport tashkilotida jami 110 nafar trener o'qituvchi faoliyat yuritmoqda. 2025-2026 o'quv yilida sport maktablarida shug'ullanuvchilar soni 3835 nafarga yetgan bo'lsa, shundan 965 nafari qizlar hissasiga to'g'ri kelyapti. Iqtidorli yoshlarni seleksiya qilish natijasida 2025-yilda qo'shimcha 601 nafar yoshlar sportga jalb qilinib, muntazam shug'ullanuvchilar soni 12.2% ga ortdi. Shuningdek, razryadli va unvonli sportchilar soni 811 nafarga yetib, o'sish sur'ati 73.2% ni tashkil qildi. Tumanda sport rivojida infratuzilma va moddiy texnika bazani mustahkamlashga bo'lgan e'tibor ham muhim omillardan biri sanaladi. Shu maqsadda tuman sport maktabi tasarrufida 4 ta asosiy sport bazasi mavjud bo'lsa, ularda bugunga kelib yengil atletika, boks, muay thai, judo, futbol, velosport va badiiy gimnastika, suzish sporti bilan shug'ullanuvchilarga barcha kerakli sharoitlar yaratib berildi. Birgina so'nggi 3 yilda tumanda jami 12 ta sport obyekti, jumladan 2 ta workout, 6 ta streetball workout va 6 ta universal maydonchalari qurilib foydalanishga topshirildi. Hozirda umumiy hisobda 20 ta street workout, 37 ta workout va 23 ta mini futbol maydonlari aholiga xizmat qilmoqda. Bu ham qamrov darajasini oshirish imkonini beryapti. Bu yig'ilishda men juda katta hayajon bilan tingladim. Aytishimiz joizki, mana biz yoshlik vaqtimizda bunchalik sharoit bo'lmagan. Sportga, o'zimiz sportga qiziqqan bo'lsak-da, lekin sharoit bo'lmaganligi bois mana bugungi yoshlarimizga juda havasimiz keladi. Mana shu yoshlarimiz uchun shunday sharoitlar yaratib berilyaptiki, bular mana shu jahon arenalarida borib O'zbekiston bayrog'ini ko'taradigan yoshlarimiz albatta bunga javoban yaxshi harakat qilish kerak, sport bilan doimiy shug'ullanish kerak. Albatta men o'ylaymanki, buning uddasidan chiqamiz. Bizning mahallamizda mana shunday yoshlarimiz juda ko'p. Mana sportga jalb qilish bo'yicha mana shu topshiriqdan keyin tumanda 50% dan oshgan bo'lsa, bizda 60-70% ga yetdi. Aholimiz mana shu ommaviy sportga jalb qilinganligi, doimiy ravishda odamlar o'zini sog'ligi uchun harakat qilishni endi tushunib yetdilar. Bugun sport bilan shug'ullanib, doimiy mana shu yurish marafonlari bilan shug'ullansalar, albatta sog'lom turmush hayot tarzi yanada mukammallashadi. Olotdagi chempionlar maskani deya ta'rif beriladigan olimpiya va milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktabi jamoasi ham davlatimiz rahbari yaratib bergan imkoniyatlardan katta kuch olib, oldinda turgan xalqaro nufuzli musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilishni asosiy maqsadlari deb bilishmoqda. Prezidentimiz sport va jismoniy tarbiyaga bag'ishlangan video selektori mahallalarda, uzoq chekka viloyatlarda yoshlari sport bilan bandligi, hatto yoshi kattalarimiz ham
o'sha sport bilan jismonan sog'lom bo'lishi nazarda tutildi. Hattoki prezidentimiz shundoq bir yaxshi gaplar gapirdilarki, chekka viloyatdagi yosh sportchilar, yoshlar, yoshi kattalar ham sportdan nazarda qolmadi. Prezidentimiz shu narsalarga ham juda katta e'tibor qaratdilar. Yana bir narsani ta'kidlab o'tdilarki, yosh sportchilar, chekka qishloqdagi sportchilar musobaqalarda o'rin olsa, unga yordam bergan trenerlarga ham hatto ustama foizlari berilishi, hattoki 200% gacha ko'rsatilgan bu narsa sportchilarga, ayniqsa trenerlarga bu katta motivatsiya bo'ladi. O'sha mahallalardagi tanlab seleksiya qilingan sportchilar, yoshlar sport internatlariga, olimpiya zaxiralar kollejlariga bu zamin bo'ladi kirishiga. Ertaga shulardan bizlar tarbiya qilib, kelajakda milliy terma jamoa a'zosiga sportchilar yetkazib berishda o'z harakatlarimizni qilib, vazifa qilib oldik bu narsani. Olotlik sportchilarining mamlakat terma jamoasida har doim munosib o'rni bo'lgan. Bu an'ana ayniqsa so'nggi yillarda yanada sayqal topdi. Shunga mos ravishda olotliklar xalqaro maydonlarda yuqori natijalarni qayd etishmoqda. 2025-yil yakunlariga ko'ra Osiyo va jahon chempionatlarida jami 50 ga yaqin medal qo'lga kiritilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkichni 70 tadan oshirish reja qilingan. Buning uchun esa tuman sportchilari marrani yanada kattaroq olishyapti. Bizni maktabimiz Buxoro viloyatining Olot tumanida eng chekka tumanda bo'lsa ham, bu maktabimiz faoliyati juda katta bir tarixga ega. Bu yerdan 3 marta jahon chempionati sovrindorlari, paralimpiyada chempionlari, jahon chempionlari, Osiyo chempionlari yetishib chiqqan. Rishod Sobirov shu yerda 7 yil ta'lim olgan. 3 marta jahonda o'rin olgan, olimpiadada 3 marta o'rin olgan. Bu dunyo afsonasi. Feruz Saidov paralimpiyada chempioni, paralimpiyada sovrindori bo'lgan. Jahon chempionatlarida mana Murod Yo'ldoshev, hozir mana yoshlarimizdan Zamaxshari Bekmurodov ayni damlarda Xitoyda Osiyo chempionatida kurashmoqda. Shu vatanimizni bayrog'ini yuqori ko'tarib qaytadi degan umiddamiz. Maktabimizda 120 nafar o'quvchi o'qiydi. Shulardan 20 taga yaqini O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi. Muhtaram prezidentimiz shunchalar sportga shunchalik sharoit yaratib beryaptiki, mana biz shu chekka bir qishloqdan to'xtab, dunyoni xohlagan chekkasiga chiqamiz. Dunyoni xohlagan chekkasida terma jamoalar bilan yig'in qila olamiz. Aloqalarimiz bor. Biz vatan uchun o'z mehnatimizni ayamasligimiz kerak. Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish maqsadida tumandagi mavjud 35 ta mahallalarda ommaviy sport musobaqalarida aholi qamrovi oshirib kelinmoqda. Yana bir e'tiborga molik jihat, tuman kesimida joriy yilning o'zida 107 marotaba ommaviy tadbirlar o'tkazildi. Yurish marafonlari, 5000 qadam va hokim kubogi musobaqalarida 14580 nafar yoshlar va aholi vakillari qamrab olindi. Bunda shaxsan tuman rahbarlari o'rnak bo'layotgani ham Olotda ommaviy sport rivojida muhim o'rinni egallamoqda. Hozirda tumandagi 35 ta maktabning barchasida olimpiya sport turlari bo'yicha sport klublari tashkil etilib, ularga ham 1867 nafar o'quvchi qamrab olingan. Bugunga kelib barcha mahallalarda sport infratuzilmasini kengaytirish va yoshlarni professional sportga yo'naltirish bo'yicha ko'rsatkichlar ijobiy dinamikaga ega va buning hisobidan 2026-yilda xalqaro maydonlardagi natijadorlikni 5 barobarga oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan.